Xabarimizda bo'lgandek bir qancha kundan beri Amerikaning Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida nihoyat og'ir o't ofati yuz beryotdi. Amerika shunchalik kuchaygan bo'lsa-mu, bu o't ofatini o'chirolmayotdi. Hozir qadar bo'lgan ziyonning miqdori 150 milliard Amerika dollarini oshib ketganligi, 200 mingga yaqin aholining ko'chishga majbur bo'lganligi o'tirib qo'yilyapti. Bu masala biz xushal bo'ladigan va qayg'uradigan masala bo'lmasdan, balki bir musulmon bo'la sifatimiz bilan ibrat oladigan, dars oladigan, qo'rqishga tegishli bir masala. Chunki qaraydigan bo'lsak, dunyodagi eng yuqori texnika va shundaqla o'zini dunyodagi super kuch deyotgan bu davlatningki bu o'tga kuchi yetmadi. Ilgari Turkiyada bo'lgan yer tarvashga Turkiyaning kuchi yetmagan. Indoneziyada bo'lgan dengiz toshqiniga Indoneziyaning kuchi yetmagan. Demak, bu masala bizga munosabatsiz bo'lgan. Biz o'ylanmasak ham bo'ladigan normal tabiiy hodisa bo'lmasdan biz musulmonlar uchun Allohning buyukligini ko'rsatadigan va shundaqla o'zimizning iymonini pokizlaydigan, Allohga bog'lanadigan Allohning bir oyati. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ka'ayyin min ayatin fis samawati val ardi yamurruna alayha va hum anha mu'ridun. Osmonlarda, zaminda nurg'unlagan oyatlar bor. Ya'ni Allohning buyukligini ko'rsatadigan, Allohning kuchini ko'rsatadigan nurg'unlagan oyatlar bor. Ular bo'lsa, ya'ni Allohga ishonmaydigan kishilar bo'lsa, u oyatlar ustida tafakkur qilmasdan, o'ylanmasdan faqat sababga bog'lablam o'tib ketadi deydi. Demak, biz ana shunday tafakkur qilmaydigan insonlardan bo'lib qolmasligimiz uchun bu hodisalarni sababdan halqagan shaklda tafakkur qilishimiz kerak. Nima uchun dunyodagi eng kuchli davlatningki bu o'tga kuchi yetmaydi. Bu o'tni ulg'aytayotgani kim? O't nereden keldi? U shamol nereden chiqdi? Uning manbasi nima? Bu haqda o'ylanishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Biz oyatlarimizni, ya'ni insonni ojiz qoldiradigan, insonning ojiz ekanligini, qanchalik taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, uning ojiz ekanligini ko'rsatadigan, Allohning bor ekanligini, Allohning kuchini, Allohning qudratini ko'rsatadigan oyatlarimizni atrofda, o'zida, ya'ni ularning o'zida virus orqali va shuning o'xshagan insonni ojiz qo'yadigan ishlar orqali ularga ko'rsatib turamiz. Hattoki ularga haqiqat oshkor bo'lgan qadar deydi. Demak, o't ofati olsun, dengiz toshqini olsun, yer tarash bo'lsin, bularning hammasi Allohning qo'shini. Bu Allohning qo'shini bizga Allohning uchurini yetkazadigan bir oyat. Allohning kuchini ko'rsatadigan bir oyat. Insonning ojizligini ko'rsatadigan bir oyat. Biz ko'p hollarda inson nazarimizdan qarab, endi dunyoda kofirlar kuchlanib ketdi. Bizga zulm qilayotgan zolimlar kuchlanib ketdi. Endi biz ularning ustidan g'alaba qilolmaymiz deb umidsizlikka petyapmiz. Lekin Alloh taolo mana shunday oyatlar orqali, "Ey bandalarim, sizlar men deganni qilinglar. Mening mana shunday qo'shinlarim bor. U qo'shinimga hech kimning kuchi yetmaydi" deganga o'xshagan mana shunday uchurlar va undan boshqa nurg'un uchurlarni berish uchun bizga mana shunday oyatlarni ko'rsatdi. Shuning uchun bu o't ofati har bir musulmon dars olishga tegishli, ibrat olishga tegishli Allohning oyati. Indoneziyadagi dengiz toshqini bizga nurg'unlagan darslarni berib ketdi. Turkiyadagi yer tarvash bizga nurg'unlagan darslarni berib ketdi. Navbatdagi bu o't ofatimi bizga nurg'unlagan darslarni va ibratlarni beryapti. Masalan, bu darslarning birinchisi bo'lsa insonning ojizligi. İnsan qanchalik taraqqiy qilsin, qanchalik yuqori texnikaga ega bo'lsin, ba'zi ishlar bo'ladiki, bu ishlarga inson chorasiz qoladi. Aciz qoladi. Shunga har vaqt o'zimizning ojizligini bilishimiz kerak. Ikkinchisi bo'lsa, biz umid erishimiz kerak. Navbatda bizga zulm qilayotgan zolimlar kundan-kunga taraqqiy qilib kuchlanib ketyapti. Biz buning qarab, endi biz buning kuchimiz yetmaydi deb o'ylaymiz. Qarab qoladigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'on Karimda nurg'unlagan voqealiklarni bayon qilganlar. Suvlan halok qilingan Nuh alayhisolamning qavminiki voqealigini bayon qilganlar. Ya'ni suvlan halok qilingan Fir'avnning voqealigini bayon qilganlar. Uningdan boshqa Toshlan halok qilingan Namrudning voqealigini bayon qilganlar va uningdan boshqa o't bilan halok qilingan, ya'ni ko'ydirib halok qilingan ashabul uxdud zulm qilgan o zalimlarning voqealigi Qur'on Karimda bayon qilinadi. Bu voqealarni Qur'on Karimda bayon qilish orqali Alloh taolo bizga nima demoqchi? Ey menga ishongan bandalarim, hargiz umidsizlanmanglar. Zolimlar qanchalik kuchli bo'lsa-mu, sizlar iymoningizda mustahkam tursanglar, men degan ishni qilsanglar, iymoningizda tarvinmasanglar, zulm qarshi qulunlardan keladigan ishlarni qilsanglar, bu ishinglar zolimlarni yiqitishga yetmasa-mu, mening qo'shinim bor degan uchurni bizga beradi. Qarab qoladigan bo'lsak, shamol Allohning qo'shini. Shamol bilan Alloh taolo nurg'unlagan qavmni halok qilgan. O't Allohning qo'shini, dengiz Allohning qo'shini, zamin Allohning qo'shini. Hammasi Allohning qo'shini. Va ma ya'lamu junuda robbika illa hu. Allohning qo'shinini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. İnson qanchalik taraqqiy qilsa-mu, Allohning qo'shinining oldida u intayin ojiz. Shuning uchun har vaqt iymonimizni mustahkam turishimiz kerak. Zolimlarning kuchlanib ketganligi, taraqqiy qilib ketganligiga qarab, hargizmi o'zimizning iymonda tarbiya ularning sepidan o'rin olib qilishga, qimmat qarshimizni ularning qimmat qarshiga o'zgartib qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki zolim qanchalik kuchlansin, haqiqat qancha ojiz bo'lsin, har bir kuchning ustida eng kuchli bo'lgan Allohning kuchi bor. Shuning uchun bu hadisni oldigan darsimiz 3-o'ylab qalbimizda Allohning buyukligini mustahkam o'rnatishimiz kerak. Mohiyatda zulm uzargan siri, zolimlarning kuchlanib minib siri inson tuymay zolimlarga moyil bo'lib qoladi. Zolimlarni to'g'rimidi deb qoladi. Hatto qalbi zolimlarga bog'lanib qoladi. Ba'zi qarindoshlarimizning qalbi zolimlarga bog'lanib qoladi. Bizga zulm qilmaganlik uchunlar boshqalarga zulm qilgan bo'lsa-mu, ularni do'st tutmoqda. Amaliyotda bu hadis orqali Alloh taolo bizni aslo va aslo prinsipni emasligimiz, aslo va aslo kim bo'lsin zolimning sepidan o'rin olmasligimizga ogohlantiradi.
Chunki o zalim qanchalik kuchli ketsin, Allohning kuchi hammadan ustun. Shuning uchun qalbimizni faqat va faqat Alloh bilan bog'lashimiz kerak. Alloh bilan yordam so'rashimiz kerak. Bu deganlik sabab jihatda ba'zi ishlarni qilmang. Sabab jihatda boshqalardan yordam so'ramang deganlik emas. Sabab jihatda biz kimdan yordam so'rsak bo'ladi. Ammo qalbimiz chuqum Allohga bog'lanish kerak. Uningga emas, buningga emas. Chunki Allohning kuchi hammadan ustun. Alloh taolo bizni sabab qilishga buyurganlik uchun to'g'ri bo'lgan sabablarning hammasini qilamiz. Ammo qalbimiz har vaqt Allohga bog'lanishi kerak. To'rtinchisi, har vaqt Allohga shukr qilishimiz kerak. Allohdan rozi bo'lishimiz kerak. Biz hayotda nurg'un narsalarga erishishni orzu qilamiz. Nurg'un narsalar mening bo'lsa-kan deymiz. Lekin u narsalarniki bizga nurg'unlagan dard elib keladiganligi, shundaqla nurg'unlagan xafaliklarni elib keladiganligini bilmaymiz. Shuning uchun Alloh taolo bizga nimani bergan bo'lsa, uning qarta shukr qilishimiz kerak. Alloh taolo bermagan narsalar qarta rozi bo'lishimiz kerak. O'ylab boqaylik. Agar bugungi kunda sizning ana shu Los Anjelesda bir uyingiz bo'lib qolgan bo'lsa, bugungi kunda ahvolingiz qanday bo'ladi? Albatta siz g'amga, qayg'uga patatdingiz. Bu deganlik hargizmi yaxshi o'ylashga tirishmang deganlik emas. Bu deganlik Alloh taolo sizga nimani bergan bo'lsa, uningga shukr qiling, rozi bo'ling. Ba'zi siz orzu qilgan narsalar sizga dard bo'lishi mumkin. U sizga dard bo'lganligi uchun Alloh taolo sizga bermagan bo'lishi mumkin deb Alloh taolodan to'liq rozi holda yashang. Hargizmi tirishib turib erishmagan narsalarni qarta qayg'urmang va shundaqla boshqalarga haddidan ziyoda havas qilmang. Alloh taolo Qur'on Karimda Qorunga havas qilgan kishilarning holatini bayon qilib mundaq deydi: "Allazina yuriduna al-hayatad dunya ya laytalana mithla ma utiya Qarun innahu lazu hazzun azim." Hayotı dunyoni ko'zlagan kishilar, ya'ni ko'zi mushu dunyolam ko'radigan kishilar Qarunning erishgan narsalariga qarab, "Koshki uningga berilgan narsa bizga berilgan bo'lsa-chu, u nima degan talaylik, nima degan nasibilik" deb uningga ana shunda havas qildi. "Va qala allazina utul ilma waylakum thawabullohi khayrun liman amana va amila solihan." Ammo ilm berilgan kishilar, ilmli kishilar bo'lsa, voy sizlarga. Alloh qishangan, yaxshilarni qilgan kishi nisbatan Allohning savobi hammadan yaxshi. Buningga faqat sabrchan kishilar erishalaydi dedi. Fakhasafna bihi va bidarihi al-ard. Biz Qarunni va Qarunning uyini, ya'ni kishilar havas qilgan ana shu qasrlarni yoki yutqizdik, uningga hech qanday bir yordamchi bo'lmadi. Qarun o'zini muqodiyamadi. Va asbahallazina tamannaw makanahu bil ams. Tunugun Qarun nima degan baxtlik, nima degan talaylik, biz uning o'rnida bo'lgan bo'lsak deb uningga havas qilgan kishilar yaqulun va ka'annalloha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi va yaqdir. Alloh xohlagan kishining rizqini keng qiladi ekan. Xohlagan kishining rizqini tor qiladi ekan. Laula ammanallohu alayna la khasafa bina va ka'annahu la yuflihul kafirun. Kashki biz Qarunning o'rnida bo'lgan bo'lsak, ana shunda haddidan oshgan bir boy bo'lgan bo'lsak, bizni o'xshash yer o'tadi ekan deb degan gaplarga pushayman. Demak, ma hayotda biz ba'zi narsalarga erishimiz, ba'zi narsalarga erishamaymiz. Erishgan narsamizga shukr qilib, erishanmagan narsamizga rozi bo'lib, sabr qilib yashsak, haqiqiy mu'mindek yashagan bo'lamiz. Alloh taolo bizga shu narsalarni bermaslik orqali bizni nurg'unlagan azobdan, qayg'udan qutuldirib qolgan bo'lishi mumkin deb mana shu qanoatda bo'lishimiz kerak. 5-inchisi, o'tdan saqlanishimiz kerak. Esimizde bo'lsin, biz qo'rqayotgan, bizni dahshatga tushirayotgan u Kaliforniyadagi xuddi jahannamga aylangandek u ko'rinishninki haqiqisi uningdan 69 hasi küçük bo'lgan shakli jahannamdan iborat. Bu hayot haqiqatan mavjud. O'lgandan keyin ya jannat ahli bo'lamiz, ya ana shunday jahannam ahli bo'lamiz. U Los Anjelesdagi o't bugun yoki erta o'tishi mumkin. Ammo biz o'lgandan keyingi o't hargiz o'chmaydi. Mangu qolamiz. Shuning uchun ma hayotda Alloh buyurgandek haqiqiy mu'min shaklda yashab, u dahshatli o'tdan, o'chmaydigan o'tdan saqlanishimiz kerak. Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey Allohga ishongan kishilar, o'zinglarni va oilanglarni o'tdan saqlanglar deydi. Ya'ni qiyomatdagi o'chmaydigan u o'tdan saqlanglar deydi. Bugun ko'rayotgan u o't jahannam o'tidan 69 hassa tuvan. 6-inchisi zulmdan qattiq saqlanishimiz kerak. Kichik oiladagi zulmdan boshlab, cho'ng ma hayotdagi cho'ng zolimlar qarta qalbimizda bog'lanib qolish, ularni cho'ng kirab qilishdan qattiq saqlanishimiz kerak. Chunki zulm haddidan eshsa, uning qarshi turgan kishilar oz qolsa, zolimlar ko'paysa, yaxshi kishilar oz qolib qolsa, Allohning azobi keladi. Allohning azobi kelgan vaqtida faqat zolimlarga kelmaydi, umuman hamma odam keladi. Alloh taolo Qur'on Karimda vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa wa'lamu annalloha shadidul iqob. Faqat zolimlar bilan cheklanmaydigan, ya'ni hamma odam keladigan Allohning umum azobidan qattiq saqlaninglar. Allohning azobi nihoyat qattiq deydi. Demak, Allohning azobi kelgan vaqtda umum keladi. Ammo yaxshilarchi, to'g'ri yo'lda manganlarchi, zulm qarshi turganlarchi, Alloh taolo ularni niyatiga yarasha mukofotlantiradi. Uyi ko'p ketgan bo'lsa, uni sadiqaning o'rnida qabul qiladi. Ammo zulm ko'payib ketsa, zulm qarshi turgan insonlar oz qolib qolsa, Allohning azobi ana shunday hammaga om keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda Makka ga qarshi kelgan qo'shinni Alloh taoloning halok qilganligini xabar bergan vaqtida Hazrat Aisha: "Ey Rasululloh, yo'lda savdogarlarmi bor, boshqa odammi bor? U vaqt qanday bo'ladi?" degan vaqtda yuhsharu ala niyatihim. Ular halok qilinadi, lekin niyatiga yarasha hashr qilinadi, ya'ni niyatiga yarasha mukofotlantiriladi deydi. Yana bir hadisda sahobalar: "Ya Rasululloh, anuhliku va fina solihun." Aramizda yaxshilar bo'lsa halok qilinadi deb so'ragan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Na'am, idza kathura al-khabath." Ya'ni maynatchilik, zulm, xato ishlar ko'payib ketsa, yaxshi kishilar oz qolgan bo'lsa, yana halok qilinsizlar.
Demek her vakit zulümden yarak duruşumuz gerek. Zulümge qattiq qarshi turishimiz gerek. Qalbimizda bo'lsa, zulümni inkar qilishimiz gerek. Har gün bu zalimning kuchlanib ketganligi, uning kuchiga, dunyodagi o'rni qarab, uningga moyil bo'lib ketish, uning qarta uni cho'ng bilib ketish, bundan qattiq saqlanishimiz gerek. Hatto uningdan umid bog'lab ketish bu eng yuqori darajadagi bir xatolashish. Ya'ni bu shirkka olib boradi. Dunyodagi zalimlar kuchlanib, mazlumlar ojiz pati qilaversa, sebab nuqtasida qalbimiz sebab bilan bog'liq qolgan vaqtida ana shundaq cho'ng zalimlarni cho'ng bilib qoladigan, qalbimizni Allohga emas, dunyoda zolim bo'lsa-mu, shu cho'ng kishilarga bog'laydigan holat kelib chiqadi. Ammo Alloh taolo mana shundaq hadislar orqali ey insonlar, sizlar zolimni cho'ng bilmanglar. Alloh taolaning kuchi hammadan yuqori. U cho'ng zolimlar, u zolimlar ana shunday qo'shilib ketgan bo'lsa-mu, Allohning qo'shini oldida intayin ojiz deb bizga buni ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu hadislar Allohning risolasi, ya'ni Allohning bir uchuri. Uni biz o'qishimiz kerak. Undan dars olishimiz kerak, undan ibrat olishimiz kerak. Qalbimizni qaytadan tozalashimiz kerak. Iymonimizni qaytadan yangilanishimiz kerak. Chunki ma hayotda zulm davomlashib, zolimlar kuchlanib menaversa, inson ba'zida zolimga moyil bo'lib qoladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda Allohdan askartib, "Va la tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar." Zolimlarga moyil bo'lmanglar. O't sizlarga tutishib qoladi deydi. Demak, o'tning bizga tutishmasligi uchun hargizmi zolimlarga moyil bo'lmasligimiz kerak. Qalbimizda bo'lsa-mu, zulmni inkor qilishimiz kerak. Oxirida oldigan darsimiz bo'lsa, g'albiga qarta, Allohning yordamiga qarta iymonimizni qaytadan yangilanishimiz kerak. Qarab bag'digan bo'lsak, biz ojizlashib menavergan sari, zolimlar, bizga zulm qilgan zolimlar kuchlanib menavergan sari bizni umidsizlik qoplaydi. Lekin Alloh taolo bu hadislar orqali bizga shunday deydi-ki, ey bandalarim, sizlar shunchalik ojiz bo'lsanglarmi, bu menga oson degan uchurni bergan bo'lishi mumkin. Qarab bag'digan bo'lsak, ana shu Isroiliya G'azada 1 yildan ortiq bir ilib borgan bombardimanda qilganga o'xshash ishni Alloh taolo 3 kunga yetmagan vaqt bilan qilyapti. Bu Allohning bir uchuri. Allohning oyati bu. Buni bir o'qishimiz kerak. Demak, biz iymonimiz mustahkam turadi ekanmiz. Alloh degani buncha yashaydi ekanmiz. Biz haqiqat yo'lda turadi ekanmiz. Biz sabab nuqtasidan ojiz bo'lsakmi, Alloh subhanahu va taolo zolimlarni halok qiladigan bo'lsa, u Allohga nihoyat oson. Chunki biz yuqorida o'tganimizdek, shamol Allohning qo'shini, o't Allohning qo'shini, dengiz Allohning qo'shini, yer tarvash bu Allohning qo'shini. Undan boshqa biz bilmaydigan nurg'un Allohning qo'shinlari borki, Allohning qo'shinlari oldida inson intayin ojiz. Alloh taolo Qur'on Karimda "Valillahi junudus samawati val ardi va kana Allohu azizan hakima." Osmon va zamindagi Allohning qo'shinlaridir. Alloh taolo nihoyat kuchlidir ve hikmet bilen iş qiluvchidir. Biz ana shunda osmon va zaminda qo'shilları bo'lgan, u qo'shillar oldida inson nihoyat ojiz bo'lgan Allohning bandalari. Allohga ishongan kishi. Shuning uchun asla va asla umidsizlanmaylik. Allohga nihoyat oson. Muhim bo'lgani biz nima ish qildik? Iymonimizda qanchalik mustahkam tura oldik? Iymonimiz uchun qanchalik bedel to'lay oldik? Ishongan islomimiz uchun qanchalik kuch chiqara oldik? Maydonimizni mustahkam tura oldik? Mana bu biz oldigan eng muhim darslarning birisi. Shuning uchun bu o't ofatidan biz qilishga tegishli ish ibrat elish, dars elish, iymonimizni yangilash, zulm qarshi har vaqt qalbimizni tatib, harakatimizni qo'limizdan kelishicha qarshi turish. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zining qo'shunlari orqali halok qilingan nurg'ulg'an qavmlarning qismini bizga so'zlab berdi. Nima uchun? Ibrat erishimiz uchun. Biz undan yetarli ibrat olmagan vaqtimizda u hodisalarni aynan bizga ko'rsatib qo'ydi. Qarab bag'digan bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh yo'lida chiqim qilishga bexillik qilgan bog' egalarining voqealigini so'zlab, "Fatafa alayha ta'ifun min robbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim." Ular uxlayotgan vaqtida Robbi tarafidan ularning bog'iga o't ofat keldi, ularning bog'i kuldek bo'lib ketdi. Yani bir ayet Allah Teala hatta iza akhazatil ardu zukhrufaha ve zayyanat ve zanna ahluha annahum qadirun alayha ataha amruna leylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kezalika nufassilul ayati liqaumin yetefekkerun. Ularning zemini güzel tusga kirgan, chiroyli yasangan. Endi biz foyda olamiz, mo'l hosil olamiz deb jazm qilgan paytida, kechida va yoki kunduzda ularga bizning qazoyimiz yetdi-da, ularning ziroatlari xuddi ilgari yo'qdek, tashlandiqdek qilibdi deydi. Va shundaqla Alloh taolo bu oyatning keyinda bunda ishlar qarta musulmonlardan talab qilgan pozitsiyani o'tirib qo'yib, "Zalika nufassilul ayati liqaumin yetefekkerun." Tafakkur qilishinglar uchun biz mana shunda oyatlarimizni tafsili bayon qilamiz deydi. Ya'ni bizning bu ishlar qarta qilganimiz tafakkur qilish, ibrat elish, dars elish.